Hürmetli vatandaşlar, leksiyemizi davamlaştırıyoruz. Wen Zaynning Jungo qaratgan pozitsiyasi darhol o'zgardi. Jungo Shangri-La yig'inida qo'rshab hujum qilishga uchradi. Mavzuli xabar 6-oyning 4-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bexatarlik komiteti yangidan Chaushanga embargo yurgizish qarorini e'lon qilgandan keyin Jungo haqoratlaydigan, hujum qiladigan obyektga aylanib qolmasdan Chaushanni jazolashga amaliy harakat qo'llanmadi deb ayblangandan keyin yana Amerika, Yaponiya va Koreyaning til bilan hujum qilishi va qalam bilan ayblashiga uchrab, azaldan Jungoga yaxshi pozitsiya qo'llanib kelgan Koreya prezidenti Wen Zayn SAT raketa sistemasini o'rinlashtirish jihatda Jungodan yuz o'rganligini oshkorlashga boshladi. Yuqorqi bir abzasning ichida narsasi topshirilib bo'libdi. Birinchisi embargo siyosati. Jungo hujum qilishdan obyektiga aylandi. Chunki Jungo ayblandi. Jungo hozirgacha Chaushanga besim ishlatib, bir ishni hal qilgudek darajaga yetmadi degan mazmun tanqidlab kelib, endi oxirida Wen Zayn Koreyaning prezidenti SAT sistemasini o'rinlashtirish jihatda Jungodan yuz o'rdi. Yaponiya televiziyasining 6-oyning 5-kunlik xabariga asoslanganda Chaushan tashqi ishlar ministrligi bayonotida Jungoni aybladi. Hatto Singapurda amdil oxirlashgan Osiyo bexatarlik kapolat qilish yig'inida Amerika, Yaponiya, Koreya Jungoni o'rtaq ayblab, Jungo Chaushan masalasida eg'izda bir xil, amaliyatda bir xil 200'lümçilik qilganidan qaraganda 200'lümçilik qildi deb ayblagandan qaraganda Jungo Sharqi Osiyoda bexatarlik masalasida har qaysi taraflar inkor qiladigan parishon bir holatga tushib qoldi. Shuning bilan bir vaqtda Koreya hukumatining Amerika bilan Shangri-La yig'inida uchrashib, ifodalagan xohishiga asoslanganda boshqa jumlani bir og'iz takrorlab o'taylik ko'charinglar. Jungo Chaushan masalasida eg'izda bir xil, amaliyatda bir xil 200'lümçilik qildi deb ayblanganidan qaraganda Jungo Sharqi Osiyoda bexatarlik masalasida har qaysi taraflar inkor qiladigan parishon bir holatga tushib qoldi. Shuning bilan bir vaqtda Koreya hukumatining Amerika bilan Shangri-La yig'inida uchrashib, ifodalagan xohishiga asoslanganda ko'rib bo'ladiki, Koreya prezidenti Wen Zaynning SAT raketa sistemasining Koreya kirishini cheklashdan butunlay voz kechganidan qaraganda, Koreyaning yangi hukumati SAT raketa sistemasining Koreyaga kirishini cheklamaydi. Ya, cheklaydi deb umid bog'lagan Jungoning umidlari butunlay gumron bo'ldi. Shungacha Jungo Wen Zayn, Koreya prezidenti Wen Zayn SAT sistemasining Koreya kirishini cheklaydi deb umid qilgan. Endi bu qatim umidning hammasi butunlay gumron bo'ldi deydi. Koreyaning prezidenti Wen Zaynning pozitsiyasining o'zgarishi Shangri-La yig'iniga qatnashgan Koreya davlat mudofaa ministerining Jungo qaratgan pozitsiyasini texmo qattiqlashtirib o'tdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Amerika Parij kelishimidan chekinib chiqishni tanlab olgandan keyin Prezident Trumpning Amerika birinchi siyosati Sharqi Osiyoda Amerikaning harbiy ishlar bo'yicha aralashishini tuvallatdi deb qarash Yaponiya bilan Koreyaning bir xil ansirishi bo'lib qolgan edi. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri James Mattisning Osiyoning erkinligi, tinchligi, gullanishi uchun qo'llashni kengaytimiz deb so'zlagan nutqi Yaponiya bilan Koreyaning ko'nglini tinchlantirdi. İttifoqdoshlarni qo'llaymiz deb so'zlagan nutqi Yaponiya bilan Koreyaning ko'nglini xotirjam qildi. O'xshashda Amerika, Yaponiya, Koreya Janubiy dengiz va Chaushan yadro qurollari masalasida Jungo qaratgan besimni kuchaytirish jihatda texama birdek qiyofat ko'rsatdi.
Bunun içinde Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministri James Mattis Jungo'nun Janubiy dengizni harbiylashtirishni to'q tutish bilan birlikda Jungo'ning Chavshan masalasida o'tashga tegishli majburiyatini ado qilmaganligini aybladi. Demek hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mudofaa Ministri James Mattis Shangri-La yig'inida Jungo Chavshanning besim ishiltish va yoki Chavshan masalasida o'tashga tegishli burchini ado qilmadi. Vassalam. Hüküm xulosalandi Shangri-La yig'inida deyli. Enlik Shangri-La yig'ini qatnashgan Yaponiya Davlat Mudofaa Ministri Dao Tianfengmi Jungo'ning yig'in qatnashgan vakillari bilan uchrashganda Mundaq ko'rsatdi. Jungo'ning amaliyot tirishchanligi Chavshanga ta'sir ko'rsatib, yaxshi natija qozonishning oldingi shartidir. Koreya tarafdan aytganda, nihoyat oz uchraydigan ahvolda Jungo qattiq pozitsiya qo'llandi. Shangri-La yig'ini qatnashgan Koreya Davlat Mudofaa Ministri Han Min-chyu mundaq ko'rsatdi. Yig'in qatnashgan har qaysi davlatlar birdek mundaq hisobladi. Chavshan yadro qurollarining tahdidi intayin og'irlashib ketdi. Xalqaro jamiyat hamkorlikka muhtoj. Jungo taraf texmi zo'r rol o'ynashi lozim. Bu Koreya prezidenti Moon Jae-in Amerika Demokratlar Partiyasining senator Richard Dorbin bilan ko'rishganda ochiqla mundaq ko'rsatdi. Sot sistemini o'rinlashtirish qarorimizni o'zgartmaymiz. Diqqat vatanish. Koreyaning prezidenti Moon Jae-in Amerika Davlat Majlisi senator Richard Dorbin bilan ko'rishganda mundaq ko'rsatdi. Sot sistemini o'rinlashtirish qarorimizni o'zgartmaymiz. Bu gap eg'izdan chiqish bilanla tashqari dunyoda prezident Moon Jae-in hokimiyat beshig'i kelgandan biriki Jungo qaratgan qattiq pozitsiyasining oshkorlanishidir. Jungo hukumatining Koreyaning prezidenti Moon Jae-in sot sistemasining Koreyaga kirishga qarshi turdi deb o'ylagan ham xiyollar berbat bo'lishga elib kelgan bir xil fikrdir. Moon Jae-inning Jungo qattiq pozitsiya qo'llanganligini Jungoning yenilik krizisi suhbat bilan hal qilishni ta'kidlab, boshqa bir ish qilmaganligini, hatto yon tarafdan Chavshanning xo'rigini o'stirib, qo'yayotganligini ayirib qarag'ili bo'lmaydi deyishdi tahlilchilar. Sot sistemasining Koreyaga kirishiga hech qanday bir bahona qolmadi. Qat'iy qarshi turadigan Rossiya bilan Jungo chegaraga harbiy kuch o'rinlashtirishga boshladi deb ko'rsatdi tahlilchilar.